Sergeli tumani Asrobod mahallasidan kattaroq uchastka so'raganlar uchun 6 sotixli mana shu uchastkamizni hamma binolar bilan birga 1 sotixi 26.500 dollardan sotiladi. Ya'ni umumiy narxi 160.000 dollar, hali kelishiladigan joyi bor. Lokatsiyani hamma bilsa kerak. Bir taraf Qumaru bo'ladi, bir taraf Xonobod. Metrogacha 1 kilometr plus minus masofa chiqadi. Bitonkadan ikkinchi mahallada joylashgan, ya'ni katta yo'l yuziga yaqin, lokatsiya juda ham zo'r. Mahallani ham ko'rishingiz mumkin. Fayzli mahallalar. Uchastkamizning fasadi 20, ichkariga 30, ko'rib turganlaridek to'g'ri shaklida, to'g'rida ham bir etashkali binoyimiz bor, yo'da oshxona, yotoqxona, sanuzillar joylashgan. Eskicharoq remont bo'lgani uchun ko'rsatib o'tirmadik. Bu yoq taraf keladigan bo'lsak, remontlari yaxshi, bemalol kirib yashash mumkin. O'ng taraf o'zida 4 ta xona joylashgan bo'ladi. Katta zal mehmonxona, yotoqxona, bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va bu yoq tarafimizda bo'lsa 3 ta xona joylashgan, bitta katta zal ko'rinishidagi xona va 2 ta yotoqxona. Bittasi bolalar uchun, bittasi kattalar uchun bo'ladi. Bundan tashqari mana shu binoimizning tegi ikki yoq taraflama ham katta podollarga ega. Ko'rib turganlaringdek, shu turishda yashayman desanglar ham, xohlasanglar tekislab boshqa uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Pastda mana shu joy egalarining nomerini qoldiramiz. Narxini eslatan 160.000 dollar, hali kelishiladigan joy bor. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Sergeli tumani Asrobod mahallasidan kattaroq uchastka so'raganlar uchun 6 sotixli mana shu uchastkamizni hamma binolar bilan birga 1 sotixi 26.500 dollardan sotiladi. Ya'ni umumiy narxi 160.000 dollar, hali kelishiladigan joyi bor. Lokatsiyani hamma bilsa kerak. Bir taraf Qumaru bo'ladi, bir taraf Xonobod. Metrogacha 1 kilometr plus minus masofa chiqadi. Bitonkadan ikkinchi mahallada joylashgan, ya'ni katta yo'l yuziga yaqin, lokatsiya juda ham zo'r. Mahallani ham ko'rishingiz mumkin. Fayzli mahallalar. Uchastkamizning fasadi 20, ichkariga 30, ko'rib turganlaridek to'g'ri shaklida, to'g'rida ham bir etashkali binoyimiz bor, yo'da oshxona, yotoqxona, sanuzillar joylashgan. Eskicharoq remont bo'lgani uchun ko'rsatib o'tirmadik. Bu yoq taraf keladigan bo'lsak, remontlari yaxshi, bemalol kirib yashash mumkin. O'ng taraf o'zida 4 ta xona joylashgan bo'ladi. Katta zal mehmonxona, yotoqxona, bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va bu yoq tarafimizda bo'lsa 3 ta xona joylashgan, bitta katta zal ko'rinishidagi xona va 2 ta yotoqxona. Bittasi bolalar uchun, bittasi kattalar uchun bo'ladi. Bundan tashqari mana shu binoimizning tegi ikki yoq taraflama ham katta podollarga ega. Ko'rib turganlaringdek, shu turishda yashayman desanglar ham, xohlasanglar tekislab boshqa uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Pastda mana shu joy egalarining nomerini qoldiramiz. Narxini eslatan 160.000 dollar, hali kelishiladigan joy bor. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Sergeli tumani Asrobod mahallasidan kattaroq uchastka so'raganlar uchun 6 sotixli mana shu uchastkamizni hamma binolar bilan birga 1 sotixi 26.500 dollardan sotiladi. Ya'ni umumiy narxi 160.000 dollar, hali kelishiladigan joyi bor. Lokatsiyani hamma bilsa kerak. Bir taraf Qumaru bo'ladi, bir taraf Xonobod. Metrogacha 1 kilometr plus minus masofa chiqadi.